kelayotganingizda ishonch qanaqa edi? Shubha bormidi yo gumon bormidi? Ikkilanib kelavdingizmi? Umuman ishonmay kelgandim. Natija necha kunda sezildi ona? Bir kunning o'zida bilindi menga. Sizda bir kunda bilindi. Opajon, qayerdan qanday muammolar bilan kelgandingiz? Ko'z zreniyasi bo'yicha buyrakda disk rija, jenskiy tomonlardan muammolarim bor edi. Nima natijalar bo'ldi? Mana kursning 8-kuni. Yaxshi, Allohga shukr. Bellarim qo'yvordi. Aha. Jenskiy nima tomonim ham, buyraklarim ham yaxshi. Ko'zda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Birda zo'rg'a ko'rardim, hozir 3 ga tushdim. Yaxshi, 3 qatorga tushdingiz, bir qatordan. Yaxshi, opajon, qarang, kelayotganingizda ishonch qanaqa edi? Shubha bormidi yo gumon bormidi? Ikkilanib kelavdingizmi? Umuman ishonmay kelgandim. Ukol dorisiz qanday bo'lar ekan deb keldim. Qanaqa firibgarlarmikin? Qarang, dori darmonsiz mana bir nechta kasallikdan chiqishga ishonchingiz komil bo'ldimi? Ha, komil bo'ldi. Hech qanday Dori darmonsiz, ha. Bo'lar ekan, harakat qilsa. Yaxshi. Mana biz reklamalarda natijaga kafolat beramiz deb reklama beryapmiz-da. Shunga qanchalik qo'shilasiz? Haqiqatan natijaga qo'shilaman. Haqiqatan natijaga kafolatlanganmi? Rahmat opajon, boringizga shukr. Onajon, qayerdan keldingiz? Nima muammo bilan kelgansiz? Toshkent shahridan keldim. Aha. Ko'z yosh kanalini shamollashi. Aha. Tushunadi. Kelganingizda ko'zlaringiz ishgan, yopilgan holatda edi, ha? Hozir qanaqa natijalar bo'ldi? Ancha a'lo natija. Natijadan xursandsiz. Endi qaysi muammolar bilan kelgandi? Oyoq og'rig'i, og'iz qurishi, o'tpay dimlanishi, ancha kasallik ko'p. Oho, ko'p ekan. Qaysi birlarda natijalar bo'ldi, sezilarli darajada? Hammasida ancha natijalar bo'ldi. Natijalar bo'ldi. Bo'ldi. Onajon, mana biz reklamalarda boshqada aytamiz, natijaga kafolat beramiz deymiz. Ya'ni 100% natija bo'ladi demaymiz. Natijaga kafolat. Ishonib kelgan edim. Menga operatsiya yetishgan edi. Hech elega operatsiya qilgandan keyin yana qaytalanadi. Shamollash kerak emas. Qanaqa shamollash mumkin emas. Keldim, yaxshi, natijalari yaxshi. Natijadan xursandsiz. Natijadan. Tabiiy yo'llar bilan ishladik, ha? Bundan tashqari qarang mana. Fikr, ruhiyat, qalb qanchalik bog'liq ekan ona? Ha. Bog'liq ekan, hammasi chambarchas. Chambarchas bog'liq ekan. Ko'pchilik keladi, men tanam kasal, rahmatulloh, men qalbim bilan ishladim. Nima qilasiz deb turib ikkitasi aytadi. Shunga so'rayotgan joyim. Natija necha kunda sezildi ona? Bir kunning o'zida bilindi menga. Sizda bir kunda bilindi. Bilindi. Siz 3 kunda yotdinglar va bir kunning o'zida natijalar sezasiz. Rahmat onajon, boringizga shukr. Necha kirgansiz? 60 ga kiryapman. 60 ga kiryapsiz, lekin men Allohga shukr harakat qilib natijaga erishdingiz. Ko'zda menimcha ochilib qoldi, yumuq edi. Ha. Zo'r onajon. Tavsiya qilasiz? Og'riq bilan keldim, og'riq bor edi. Ha, og'riq. Politsiya borganimda shu anaqada yotqizib qo'yardi hozir. Indamayman, yotmayman, yotqizishga 3 marta yotib chiqdim. Faqat shu yuzaki da'volandi, bu yoqda anaqa qildim. Operatsiya qilish kerak. Tushunali. Mana qarang, ona kelganingizdan keyin men sizga aytdim, dorilar qo'yapman dedingiz. To'xtatdingiz, to'g'rimi? To'xtatdim. Uni zararli tomonlari bo'lmadimi? Yo'q. Biror foyda bo'ldimi menimcha? Bo'ldi. Ishonmadim, lekin bo'ldi. O'tganingizni qilib ko'rdim, foyda topib qoldim. Rahmat. Xursandmisiz onajon? Xursandman. Ha, bo'ldi, rahmat. Ishingizga rivoj. Rahmat onajon, boringizga shukr. Duo qilib turasiz, Xudo Duo xolasa. qilaman. Bo'ldi. Rahmat. Omadinglarni bersin. Sizlar ham bizni kuzatishda davom etinglar. Bundan-da yaxshi natijalarni inshaalloh sizlar bilan ulashib boramiz. Nima muammolar bilan keldingiz? Qayerdan keldingiz? Shular haqida bir qator gapirsangiz. Qoraqalpog'istondan keldim. Ko'zda zreniya past edi. Aha. Yaxshi. 10 kun davomida mashq bo'lar ekan, hammasini qilyapmiz. Yaxshi bo'lyapti. Natijalar qanaqa? Natijalar ko'zlar yaxshi, toliqishlar yo'q. Yaxshi, boshqa kompleks mashqlar hammasi ta'sir qilyapti-da. Ta'sir qilyapti. Zo'r. Birgalikda bo'lganing uchun. Mana fikr bilan ishladik, ruhiyat, qalb bilan ishladik. Bu o'zi kerakmikan, kerak emasmi? Bu kerak narsa juda ham. Fikr, qalbni tozalamay narsa bo'lmas ekanda. Kam bo'lmaydi. Keyin yana bitta narsa beramiz. Reklamada beramiz. Natijaga kafolat beramiz deymiz. Bunga qanchalik qo'shilasiz endi? Ya'ni insonning o'zgarishiga. Necha kunda o'zgarish bo'ldi sizda? Endi birinchi kuni bu ko'zim, chap ko'zim
o'ng qator ko'ryapti. Endi o'ng ko'zim to'g'ri qator tushib ketganda, aslida ikkalasi ham bir xil edi. Ha. Men oxirgi mana shunaqa bo'lgan ekan. Shu ko'z charchagan. Keyin 3-kuni 8 qator bo'ldi-da o'ng ko'zim. Mashalloh. Xudo xohlasa. Xo'p, natijadan xursandmisiz? Hop, Kelganingizga pushaymon emasmisiz? yo'q, xudo yaxshi. Bo'ldi, boringiz tashkil aka.